Men Latifov Umurbek, O'zbekiston Ko'zozlar jamiyati To'rtko'l tuman bo'linmasi raisi. O'zbekiston Ko'zozlar jamiyati To'rtko'l tuman bo'linmasi 1946-yilda tashkil topgan bo'lib, men o'z faoliyatimni 2018-yil avgust oyida boshladim. Va bu faoliyatim mobaynida ko'pgina fuqarolarimiz o'z ixtiyori bilan jamiyatimizga a'zolikka qabul qilindi. Bu borada bir qancha ishlar qilindi. Jumladan homiylarimiz tomonidan moddiy yordamlar ajratilib, fuqarolarga taqsimlanib berildi va ko'zga ko'rinarlisini aytib o'tishni joiz topdim. 2022-yili Sherifboyev Elyor birinchi guruh nogironi jamiyatimiz a'zosi chin yetim jamiyatimiz a'zosining homiylik asosida to'yini o'tkazib berildi. Hozirgi kunda baxtli oilalardan biri.